ko'rsak Ahmedjon. Ben qaysi günü mandar bir narsa. Yani Avrupa İttifakı, Avrupa Parlamenti, muş on taraf tutinsan yıkılıtamsın sapılma. Başı iş girersin ben. Mal Uygurçusunu ben okusam ne buldu siz oklarına şu. Kızılsız Altay'ın öldü gürek. Fakat kızılsızlıkla okumda Uygurlarga yurgizilayotgani erkak qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan qarorni qabul qildi dedi. Yani Dünya Uygur Kurultayı resmi Facebook betida şunu dedi. Avrupa İttifakı 700'dan artık vekili parlament a'zosi Xitoyning Uygurlarga yurgizilayotgani erkak qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan qarorni qabul qildi debdi Uyg'urcha, tamam? Sol tarafdagi rasmni yig'ildim. Ben şu kararını tapdım. Bunu Facebook'um çıkarıp koydum. Kim qanday inkaslaydi. Siz alg'ayani yıkayın ekepaysanız. Bu yerde deydi ki, bir işiden başlap, üstüdeki koydum. Onu tatlan. Qaram. To crimes against humanity and the present deydi. Ama bir şey tatlan. Serious risk of genocide. Bu gap İngiliz tilida Avrupa İttifakı bulayotgani bir qirg'inchilik deb e'tirof qildik degan gap emas. Bu yerda deyilgan gap shu. Avrupa İttifakı insoniyatga qarshi jinoyat bo'lganligini, chunki uni jazo yo'q xalqaro qonunda, JTP. Va irqiy qirg'inchilik bo'lish xatari bor ekanligini shuni dedi. Bu manda o'ylanlar qarindoshlar. Ya'ni birisi Mehmetcan To'sinjonni urib qo'ydi. To'sinjon doktorxonada yotdi, buni da oksigen. Doktor chiqdi. Doktor chiqib To'sinjon o'ldi desa, biz Mehmetni qotil deyalamiz, shundaymi? To'sinjonni urgandan o'lib qoldi, sen qotil de. Ammo doktor chiqib To'sinjonning o'lish xavfi bor desa, biz Mehmetjonni qotil deyalamiz. Ya bunun ölüş xavfi bor, bu tip ölmedi. Bunu katil diyememiz çünkü adam ötemdi, belki koplap çıkıyordu, ertesi gün saklayıp adam yaralandı olan bunu katillik cezasını kesemeysiz. Öldürüş xavfi bor deydi. Hem de yeni bir bet astır üçün, Ahmetcan, en ahirki betki açtım. Qaranglar, yana shuningki, ma Uyg'urchasida Uyg'urlarga yurgizilayotgani erkiy qirg'inchilik degan qarorni qabul qildi debdi. Ne bu? Aslında bu. Hem de sol tarafına, on tarafı on tarafında Dünya Uygur Kurultayı'nın Twitter'daki İngiliz hesabını yaptı o kanalda. Okşaşınız. Aldı bilen The WUC, Dünya Uygur Kurultayı, applause dedi. Yani tebrikledi geçemezçi. EU'nun hani ötküzülgen. Nemin ötküzülgen desiniz? Crimes against humanity and hoştırnaklı işçide a serious risk of genocide committed against the Uyghur people. Bu nimdiyen gap Uygurca, İngilizce'de. Yani Uygurları committed against Uyghur people diye koşayla Uygurlara karşı yürgüzülgen hoş tırnakların içinde irqi qirg'inchilik bo'lish xavfi bor ekanligini biz tabriklaymiz. Yani tırnak işçideki xavf tabriklanamda qarindoshlar, men tekin o'ylayman. Mesela biz tırnak işçideki mani tebriklaymaman. Mesela Ruqiya Turdush xonimning Xitoyning adim bo'lganligini tabriklaymiz. Ya bu kinoya bu. Ama biz chiqib bu yerda bir xavf bor desa, buni biz tabriklaymiz. Yoki bo'lsa xavf bo'lsa oldin oldimmi? Qanday bu bir balı maşı hurmatli doktor chiqdi, bu bar o'lish xavfi bor desa, o doktor to'g'ri topdim, chavakchalarni tabriklaymiz dedi. Ya aşağıda şunda bo'layotgan ishning shuni e'tirof qildi. Yerdeki meseleni deganda Dünya Uygur Kurultayı Avrupa İttifakı'nın qirg'inchilik deb qaror olmaganini biladigan. İngilizcesida qo'sh tirnoqning ichida genocide'ning serious riski borligi debdi. Yani qirg'inchilikning jiddiy bir tahdid ekanligini
tehdit deb qarar olganligini tabriklaymiz deb. Bu yerda mantiqim yo'qda, qanday odam bir tahdidni tabriklaydi? Ya oldini ol deydi, yoki boshqa narsa deydi, uni ilkilma. Uyg'urchasi bo'lsa, bular bo'lsa qarar oldi deb, Qozog'iston, O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz buni tabriklaydi deb yig'ildilar. Jinim Dünya Uyg'ur qurultayidagi vijdonli odamlar sizlarga deydigan gapim shu. Ikki tilda ikki xil o'ynab, ma millatni oldida oz rasvo bo'lgan. Tamam, ya'ni ikki tilda ikki xil o'ynayapsizlar. O davr tugamadimi tepe? Bu bir. Endi ikkinchisi, Yevropa İttifaqı chiqib, bu yerda bir tehdit borligini biz e'lon qilamiz, qaror qilamiz, qirg'inchilik bo'lish tahdidi borligini qaror qilmasa, ikki xil inkos qaytarsiz, to'g'ri, mantiqli odam bo'lsangiz. Tabriklamaysiz. Birinchisi, xavf bo'lsa, xavfning oldini olamiz deyishimiz. İkincisi, üstü çıkarmış ne? Bu resimden mi üstüne üstü? Üstü Rukiye Turmuş Hanım'ın yazgın ne yıkıldı mı? Yani eğer de mentik olsa, bizde bir Şerh Türkistanlık'ın evladı olsa, ya bu xavfning oldini ol xavf olsa deymiz, ya bo'lmasa qarang Rukiye Turmuş Hanım'ın degan nima? Risk of genocide deydi. Ya qirg'inchilik tahdidi mi? Nima uchun reallikni buraysizlar deydi. Bu yerda yuz berayotgan bir qirg'inchilik bor deydi. Uningdagi savolini qarang. Should China have to kill all Uyghurs with machine gun in front of the world for EU to recognize Uyghur genocide deydi. Ya'ni Yevropa İttifaqının xavf mavib deb gapni burmay, bu yerda bo'layotgan qirg'inchilik deb e'tirof qilish uchun Xitoy yana nima qilish kerak? Filamontlar bütün Uyg'urni qirib etgan vaqtida e'tirof qilamizlar dedi. Endi men bir savol so'rayman. Bu o'tganki ishimiz o'xshash, Ahmadjon siz bilan o'xshash sababdan aldirashib bularga yetishmayapti. Ey qarindoshlar, chet elda 1 millionga yaqin Uyg'ur bor deymiz. Balkim unchalar emas, 300-400 ming yo 1 million yo 5 million. Yevropa İttifaqının qo'sh tirnoqning ichida shunday xavfi bor degan narsaga mantiqli lag'ardagi Uyg'urning maydonida turib, ularga Uyg'urning maydoni nima hozir? Yevropa İttifaqının bizni qirib etish xavfi bor deb chavakchalarga tabriklaymiz demdi. Yoki bizni qirib etish uchun nima qilish kerak Xitoy? Hammamizni qirib etish kerakmi demdi. Ya'ni demakchi uning Dünya Uyg'ur qurultayining qirg'inimi Ruhiya Turdishning degani qaysi Uyg'urning manfaati bu yerda? Chet elda 1 million Uyg'ur bor deyotganmiz, 1 million Uyg'urdan bir odam bir mantiqli javob qaytaribdi bu ishga. Qolganlar dopchilayotdi, tabriklab, yog'andan ish qilib